Salom obunachilar, bugun biz Tekken ishni o'rgataman. Bu qidiruv bo'limiga o'tamiz va bizlar Gift va Der deb yozamiz. Va shu bo'limga kirib, mana shu birinchi turgan ilovani tortib olamiz. Ve biz mana yüklep oldik. Endi buni hozir qanaqa qilib ishlashni o'rgataman. Bizlarda birinchi kelganda login tugmasi chiqadi, uni bosamiz. Va qarasak mana menda bitta tanga bor. Uni biz 4 ta qilishimiz kerak. Men bu yo'lga o'tib, men buni kiritamiz. Men bu yozuvni kiritamiz. Ve uni kiritgandan keyin bizga tanga beradi. Tangaga bizlar mana bu yerda xohlagancha Free Fire'ga almas, FC Mobile'ga tanga, PUBG'ga UC, Roblox'ga pul, marketga pullar kiritishingiz mumkin va boshqa narsalar. Shunaqa narsadan 4 ta bo'lsa, mana bu yerda PUBG'ga 60 UC olishingiz mumkin. Menda bitta bor. Yana 3 ta bo'lsa 60 UC akkauntingiz sog'oladi. Bundan 4 ta bo'lsa shunday kirasiz va u sizga sizdan ID so'raydi. ID'ni kiritasiz. ID'ni kiritgandan keyin sizga UC tashlaydi akkauntingizga. Akkauntingizga kirib qaraganda darrov tushgan bo'ladi. Xo'sh, obunachilar, bu sizlar bilan shu edi. Xo'sh, sog' bo'lasizlar.